Chimildiq ichi qorong'u edi, svet o'chgani. Eri ustimda edi, ishini deyarli qilib bo'lgandi. Shu payt svet yonib qoldi. Qarasam ustimda erim emas, uning do'sti turardi. Mene assalomu alaykum, aziz obunachilar. Kanalimga xush kelibsiz. Doim qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Oldinda qiziqarli videolar bor. Obuna bo'ling, like bosing va fikr qoldiring. Boshladim. Men uchun oshki hayotimdagi eng kutilgan, eng hayajonli va eng muqaddas tun bo'lishi kerak edi. To'yimiz kunidan. Oldin kunlar, oylar, hatto yillar davomida orzu qilganman. Oqli bosim mehmonlarning kulgisi, quvonchli hayqiriqlar, ota-onamning duolari va nihoyat chimildiq ostidagi ilk uchrashuvimiz. To'y kuni esa hammasi orzudagidek boshlandi. Har yerda gul hitlari, shovin-surondan charchagan bo'lsam ham ichimda hayajon qalqib turardi. Kelinlik libosimda sekin qadam tashlab chimildiq tomon yurdim. Hammaning ko'zlari menga qadalgan, qonlarida duolar. Ichkariga kirganimda esa yuragim qattiq ora boshladi. Men o'tirganimda pardalar orasidan bir soyabon shakli ko'rindi. Yuragim o'sha odamni erim deb bildi. Ammo yaqinlashganida ko'zlarimga ishonmadim. Bu u emas edi. Erimning eng yaqin do'sti, o'sha doim hazilkash, lekin ko'zlarida sirli bir jozib bor yigit turardi. Sen nega dedim ovozini titrab, u esa sekin jilmaydi. Eshla, bu kecha sening yuraging nimani xohlaydi shuni aytadi, dedi u pastda. Men ayrada edim, lekin yuragim galataverurardi. Hamma narsa shu qadar noaniq, shu qadar xavfli edi. Ammo ko'zlarida yongan ishtiyoq ovozidagi shirin ohang meni Osiga tortardi. U yonimga asta o'tirdi, qonlarini uzatdi. Men orqaga tusarilmoqchi bo'ldim, ammo bilmadim nega ichimda qarshilik kuchsiz edi. Erimcha dedim nihoyat, u seni mendan ko'ra kamroq sevadi, dedi u ko'zlari chuqur va qattiq. Bu so'zlar yuragimni titratdi. Chimildiq ichida vaqt go'yo to'xtadi. Tashqarida to'y shovqini, ichkarida esa faqat yurak urishimiz eshitilardi. Men bir lahzaga ko'zlarimni yumdim, nafasim tezlashdi. Shu onda uning qo'li yuzimga tegdi. Issiq qo'llari titroqimni bosdi. Uning yaqinligi menga iliqlik. Oliv kirardi. Men o'zimni tushunmasdim. Bu xiyonatmi yoki taqdirning sinovimi? Uning so'zlari, nikohi, har bir harakati ichimdagi eng yashirin hislarni uyga o'tardi. Go'yo men bu kechada boshqacha, yangi bir men bo'lib tugilayotgandek edim. Tun uzoq davom etdi. Har bir daqiqa, har bir lahza yuragimda o'chmas iz qoldirdi. Ertalab esa hammasi yana o'z holiga qaytdi. Erim yonimda paydo bo'ldi, lekin men endi avvalgidek emasdim. Bu sirni hech kim bilmasligi kerak edi. Ammo men bilardim, hayotimdagi eng ehtirosli, eng galati kech oshi. Chimildiq ostida erimning o'rnida boshqa birov bilan kechgan edi. Oxa kecha mening hayotimda o'chmas iz qoldirdi. Ammo ertalab tong yorishganda men yuzimga kelinlik tabassumini taqib, hamma narsani odatdagidek davom ettirishga majbur edim. Mehmonlar ketar-ketmas, uydagilar birin-ketin uxlab qoldi. Men esa yolg'iz qolgach, kechagi voqeani o'ylab yuragimning eng tubida galatib bir iliqlik his qilardim. Ertasi kuni ertalab erimning do'stini ko'rdim. U qonlarini cho'ntakka tiqib, go'yoki hech nima bo'lmagandek jilmaydi. Ko'zlarimiz bir zumda to'qnashdi. Shu lahzada kechagi hislar yana uyg'ondi. Kecha hech nima bo'lmadi, to'g'rimi dedim. Past ovozda yuragim tez urar ekan. Agar sen xohlasang, hech nima bo'lmagan, dedi umsirab. Kunlar o'tdi. Men bu sir bilan yashashga o'rgina boshladim. Ammo ichimda bir narsa meni tinch qo'ymasdi. U bilan yana uchrashish istagi. U har safar uyga kelganda mening qonlarim muzlab, yuragim esa alangalab ketardi. Bir kuni kechqurun erim do'stlari bilan bazmda qolib ketdi. Uy himhitedi. Men derazadan tashqariga qarab o'tirar ekanman. Darvoza sekin ochildi. Ichkariga u kirdi. Ko'zlarida yana o'sha kechadagi joyiba. Men seni sog'indim, dedi u sekin bu so'zunlay boshlashtirdi. U asta yonimga keldi. Qo'llari yelkalarimdan tutdi. Nafasimiz aralashib ketdi. Yuragim urib chiqadigandek bo'ldi. Tashqarida shamol yaproqlarini shitirlatardi. Ichkarida esa faqat yurak urishlarimiz eshitilardi. Men bilardim bu yo'l xatarli, lekin hislarim meni butunlay asir qilgan edi. U meni quchoqladi va shu quchoqda men o'zimni dunyodagi eng xavfsiz, eng iliq joyda his qildim. Shu payt tashqaridan eshik taqilladi. Bu erim edi. Yuragim muzlab ketdi. U bizni ko'rishim mumkin edi.
Eshik taqillagani bilan yuragim muzlab ketdi. Biz bir zumda birbirimizga qaradik. Uning ko'zlarida vahima, mening ko'zlarimda esa qo'rquv va hayajon aralashgan edi. Tez orqa xonaga ot dedim past ovozda. U bir so'zadi. Faqat boshini qimirlatib, jim yurib orqa tarafga o'tdi. Men esa yuzimdagi hayajonni yashirish uchun chuqur nafas oldim va eshikni ochdim. Eshik ortida erim jilmayib turardi. Sen uxlayapsan deb o'ylagandim dedi u qo'llarida kichkina sumka bilan. Yo'q, kutyapman dedim men ovozim titramasligi uchun og'zimni zorga bosib. U kirib sumkani stolga qo'ydi. Ichidan kichik sovg'a chiqardi. Bu senga rafiqam, dedi Umerbilan. Men sovg'ani qo'limga olarkanman. Ichimda ikki xil his kurashardi. Bir tomondan erimning samimiyigi, boshqa tomondan esa orqa xonada jim turgan sirim. Vaqt o'tgandek bo'ldi. Nihoyat erim hammomga kirgachib, men orqa xonaga Yugurib bordim. U yerda u ko'zlarida og'ir qaror bilan menga tikilib turardi. Men ketishim kerak, dedi u sekin, bu oxirimi dedim yuragim ezilib. Ehtimol, dedi u va qo'limni oxirgi marta siqib eshikdan chiqib ketdi. Men esa oynaga qarab qoldim. O'sha kechadagi chimildiq ostidagi iliqlik, uning nigohi, so'zlari barchasi xotira olib qoldi. Lekin bilardim, agar u yana keladigan bo'lsa, men bu hislarga qarshi tura olmasdim. M.